Prezidentimiz tashabbusi bilan boshlangan Dolzarb 90 kun loyihasi maktab o'quvchilari va uyushmagan yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni sog'lomlashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Loyiha doirasida maktablarda oromgohlar faoliyati yo'lga qo'yilib, turli ma'naviy, ma'rifiy va sport tadbirlari tashkil etilyapti. Dehqonobod tumanida o'tkazilgan tadbir haqidagi lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Mamlakatimizda yosh avlod, kelajagimiz bunyodkorlariga alohida e'tibor qaratiladi. Ularni har jihatdan sog'lom va barkamol etib tarbiyalash masalasi davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylangan. O'g'il-qizlarning zamonaviy bilimlarni egallashi, o'z iqtidor va qobiliyatini ro'yobga chiqarish uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan amalga oshilayotgan Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida o'quvchi yoshlarning yozgi ta'tilini mazmunli va samarali tashkil etishga qaratilgan ishlar olib borilmoqda. Dehqonobod tumanidagi 70-umumiy o'rta ta'lim maktabida tashkil etilgan ma'naviy ma'rifiy tadbir ham ana shunday ezgu maqsadlarga qaratildi. Unda viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi, tuman hokimligi, tashkilot va idoralar rahbarlari, pedagoglar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Mehmonlar tumandagi umumta'lim maktablarda Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida tashkil etilgan fan, sport, axborot texnologiyalari, san'at va madaniyat, hunarmandchilik hamda boshqa yo'nalishlardagi to'garaklar, o'quvchilarning ijodiy ishlari va ko'rgazmalari bilan yaqindan tanishdilar. Mana bugun hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan Dolzarb 90 kun loyihasi hamma maktablarda jadal suratlar bilan davom etyapti. Mana bugun 70-maktabda juda ham chiroyli tadbirning guvohi bo'ldik. Milliy ko'rgazmalar, chiroyli chiqishlar, o'quvchilarning, yoshlarning chiqishlarini tomosha qildik. Shu bilan birgalikda bitiruvchi yoshlarning o'qishda muvaffaqiyatga erishgan va a'lo baholar, namunali xulqi bilan bitirgan bitiruvchilarimizga oltin va kumush medallarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Men ham jumladan juda ham bugun xursandman. O'zimning qizim Allomurodova Dilobar mana shu oltin medal sohibasi bo'ldi. Muhtaram prezidentimizning yoshlarga yaratib berayotgan barcha sharoitlaridan unumli foydalanib, bugungi iqtidorli yoshlarimiz albatta kelajakda barcha imkoniyatlardan keng foydalanib, kelajakda mana shu yurtimizga, mustaqil O'zbekistonimizga kerakli insonlar, kerakli kadrlar, buyuk insonlar bo'lib yetishiga ishonamiz. Barcha qaldirg'ochlarga oq yo'l tilab qolamiz. Mazkur tadbirda tumandagi barcha umumta'lim maktablari jamoalari faol ishtirok etishdi. Bu esa ta'lim muassasalarida o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish borasida amalga oshirilayotgan ishlarning natijasini namoyon etdi. O'quvchilar tomonidan taqdim etilgan sahna ko'rinishi yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Qo'noqlar va zukkolar jamoalarning qiziqarli chiqishlari ham namoyish etildi. Bugun maktabimizda Dolzarb 90 kunlik tadbirlari bo'lib o'tdi va shu jumladan bizga oltin medallar taqdim etildi. Men juda ham xursandmanki, maktabni bitirish chog'ida ko'plab fanlardan milliy sertifikatlarni oldim. Ona tili va adabiyot fanidan A+ sertifikatni qo'lga kiritdim. Ingliz tili fanidan B2 sertifikatni oldim va tarix va matematika fanlaridan B sertifikat sohibasi hisoblanaman. Men Jahon tillari universitetiga muddatdan oldin talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'ldim. Muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan o'quvchi yoshlarning yozgi ta'tillarini mazmunli o'tkazish maqsadida respublika miqyosida Dolzarb 90 kun tadbirlariga start berildi. Xususan bizni Dehqonobod tumanimizda ham mana shu tadbirlar qizg'in amalga oshirilmoqda. Bu tadbirda fan to'garaklari, shaxmat, shashka to'garaklari hamda shu bilan birga sport musobaqalari o'tkazilib, juda qizg'in ruhda tumanimizning barcha maktab o'qituvchilari va o'quvchi yoshlar o'rtasida juda samimiy ruhda o'tkazilib, katta tajriba almashildi. Shuningdek, 2025-2026 o'quv yilini a'lo baholar va namunali xulq bilan tamomlagan bitiruvchilarni tantanali taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tdi. Unda 27 nafar o'quvchiga oltin medal, 4 nafar bitiruvchiga kumush medal hamda ularning ota-onalariga tashakkurnomalar topshirildi.